Dongfeng AP008 elektromobili. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi real testimiz obyekti Xitoyning Dongfeng AP008 elektromobili. Ushbu elektromobilimizning ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha? Uni siz bilan birgalikda 5 nuqtada tekshirib chiqamiz. Oldingi ko'rsatuvlarimizda xuddi shunday Dongfeng AP008 gibrid elektromobilining magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib ko'rgan edik. Hozirgi videomizda natijalarni solishtirib ko'ramiz. Farq qiladimi, yo'qmi, birgalikda kuzatamiz. Dongfeng AP008 elektromobilimizning haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 0,7 milligauss. Haydovchi oyoq osti qismidagi ko'rsatkichimiz 608 milligauss. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 0,6 milligauss. Monitordagi ko'rsatkichimiz 0,7 milligauss. Rulimizdagi ko'rsatkich 0,5 milligauss. Orqa o'rindiqni ko'rib chiqsak. Orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkichimiz 0,3 milligauss. Dongfeng AP008 gibrid hamda elektr avtomobillarining natijalarini solishtiradigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkich har ikkisida ham haydovchi oyoq ostida. Gibridimizda 5,5 milligauss bo'lgan bo'lsa, elektromobilimizda 6,7 milligauss. Oradagi farq 1,2 milligaussga balandroq chiqdi. EMF ning o'zi nima? EMF bu magnit maydon ko'rsatkichlari, elektr maydon ko'rsatkichlari hamda radio to'lqinli chastotalarning ko'rsatkichlari hisoblanadi. Biz sizning ham elektromobilingizning magnit maydon ko'rsatkichlarini tekshirib berishimiz mumkin. Ekraningizdagi telefon nomerlariga qo'ng'iroq qiling. Biz yetib boramiz. Real testlarimizni ko'proq odamlar tomosha qilishi uchun kanalimizga a'zo bo'ling hamda like bosing. Keyingi videolar qaysi elektromobilda bo'lishini kommentariyalarda yozib qoldiring.